Salom do'stlar, bugungi videomizda biz sizlarni Toshkent bozoridagi Matiz narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kommentariyada yozib qoldirgan iltimoslaringizga binoan boshqa viloyatdagi mashina narxlariga oid videolarni ham tayyorlayapmiz. Yaqinda ularni sizlarga taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang, kanalimizni doimiy ravishda kuzatib boring. Demak, boshladik. Matiz Best 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 30 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $4400. Matiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 54 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $4300. Matiz Best 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 187 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $3400. Matiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 114 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $3300. Matiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 119 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $3500. Matiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 50 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $3800. Matiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 43 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $3200. Matiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 15 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $4500. Matiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 100 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $4200. Matiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 90 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $4000. Matiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 13 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $4500. Matiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 270 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $3500. Matiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 402 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $2800. Matiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 245 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $4000. Matiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 211 ming kilometr yo'l bosgan, narxi $3500. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizdan uzoqlashmang, biz esa doimiy ravishda sizlarni avtonarxlar bilan tanishtirib boramiz.